Ko'pgina tarixiy adabiyotlarga e'tibor qaratsak, qadimgi dunyo tarixi bo'lsin, o'rta asrlar davri bo'lsin, hokimiyat tepasida asosan erkak hukmdorlar, erkak imperatorlar bo'lganligiga guvoh bo'lamiz. Lekin shuni ham esdan chiqarmaslik kerak, tarixda jasur, matonatli ayollar ham hokimiyatni boshqarishgan. Xususan, miloddan avvalgi 3-asrning oxirida qadimgi Xitoydagi mashhur sulola bo'lgan Han sulolasi hukmdori, bu sulolaning asoschisi Liu Banni miloddan avvalgi 195-yilda ko'chmanchi xunlarning hukmdori bo'lgan Mode Shanyuy bilan o'rtasidagi urushda yengilib vafot etganidan keyin Han sulolasi hokimiyati tepasiga uning bo'shang, irodasiz o'g'li Xuanji o'tiradi, lekin mamlakatni amalda uning beva qolgan ayoli, ya'ni turmush o'rtog'i Malika Liu Hao hokimiyatni boshqaradi. Bu fursatni o'ziga qulay deb hisoblagan kechagi dushman Mode Shanyuy Malikani o'ziga turmushga chiqishlik taklifiga ko'ndirmoqchi bo'ladi va shu ma'noda maktub yo'llaydi. Bu maktubning yo'llanishligi o'sha davr qadimgi Xitoy e'tiqodi bo'yicha Konfutsilik ta'limotining, odob axloq qoidalarining o'ta zid darajada buzilishligi hisoblangan. Liu Hao unga javoban rad javobini beradi va sovg'a salomlarini qaytarib yuboradi. Ya'niki ko'rishimiz mumkin, o'sha malika ayol Liu Hao o'zini yoriga bo'lgan sevgisi yoki muhabbati yoki sadoqatini o'zgalarga turmushga chiqmaslik bilan isbotlab bergan. Ya'ni Konfutsilik ta'limotida shunday ediki, Konfutsilik ta'limotiga ko'ra imperatorni beva qolgan ayoli birorta inson bilan turmush bog'lashi mumkin bo'lmagan. Ya'ni u Konfutsilik ta'limotiga ko'ra taqiqlangan edi. Qolaversa, Konfutsilik ta'limotida yana bir asos inson o'ziga ravo ko'rmaganini o'zgalarga ravo ko'rmasligi kerak bo'lgan. Yoki bo'lmasa, xojalarning qo'l ostidagi ishlovchilar o'z xojalariga o'ta sadoqatli darajada xizmat qilishlari kerak bo'lgan.